Ramazon oyi xayrli amallarda musobaqalashish uchun keng maydon. Nafsni turli illat va nuqsonlardan poklash uchun berilgan bebaho imkoniyatdir. Bu oydan ko'zlangan maqsad amallar mukofotini ko'paytiriladigan, xato va gunohlar kechiriladigan ulug' vaqtdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar: 5 vaqt namoz, jumadan jumagacha va ramazondan ramazongacha bo'lgan vaqt agar katta gunohlardan saqlanilsa, o'rtadagi gunohlar uchun kafforatdir. Muslim rivoyati. Bu oyda musulmonlar islom rukunlaridan birini ado etadilar. Bu ibodat ushbu dinning naqadar ulug'ligini, musulmonlar so'zi va safiga birlik baxsh etishini amalda ko'rsatuvchi ko'zgudir. Yaxshilik va usullarning ketma-ket kelishi Allohning o'zi sevgan bandalariga bergan fazlidir. Ramazonda musulmonlar uchun ibodatlarning asosi va eng kattalari jamlanadi. Namoz banda bilan uning Robbisi o'rtasidagi bog'liqlik bo'lib, u musulmon kishining butun umri davomida tark etmaydi. Erkak kishining jamoat bilan o'qigan namozi u uyida yoki bozorda o'qigan namozdan 27 darajada afzaldir. Musulmon kishi ro'zasi orqali namozlariga yordam olishi, ayniqsa kechalari namozdan katta ulushga ega bo'lishi lozimdir. Kimki Ramazon kechalarini iymon va savob umidida qoyim qilsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Muttafaqun alayh. Shuningdek, kim imom bilan birga u namozni tugatib ketgunicha qoyim bo'lsa, unga butun tunni bedor o'tkazganlik savobi yoziladi. Termiziy rivoyati.